Men hozir sizga erta uxlash sirini o'rgataman. Juda ko'p bemorlarim aytadi, tanishlarim aytadi. Doktor, erta yotaman deydi, 9:30, 10 da yotaman, lekin uxlolmayman. 12, 1, 2 bo'lib ketadi deydi. Buni bitta siri bor. Shundan foydalaning, ishoning, uyqungizni ancha to'g'rilab olasiz. Nima qilish kerak? Erta yotib uxlash uchun erta turish kerak. Ajoyib, nima degani? Mana siz 1 da yotasizmi, 2 da yotasizmi, 12 da yotasizmi, bir xil vaqtda va erta turishga harakat qiling. Ya'ni masalan 5 da. Tasavvur qiling, bugun siz 1 da uxladingiz, 5 da majbur turasiz. Budilnikni qo'yasiz, turib yuzingizni yuvib harakatni boshlab oling va boshqa uxlamang. Ya'ni kun davomida uyqusiz bo'lib yuringda, uyqungiz kelsa ham uxlamangda, kechqurunga kelib 9-10 da uxlaydigan bo'lib qolasiz. Ya'ni erta uxlashni siri erta turishda va kun davomida uyqudan foydalanmaslikda. Mana shuni sinab ko'ring o'zingiz. Ishoning, qanaqadir bir oy ichida siz uyqungizni shunaqa normaga keltirib yuborasiz, 10 da uxlab, ertalab 5 da turadigan bo'lasiz. Mana shu eng zo'r vaqt hisoblanadi. Ko'pchiligimizning xatoyimiz nimada? Kech yotamiz-ku, kech turamiz. Masalan, 2 da yotamizda 10 gacha uxlaymiz, 9 gacha uxlaymiz. Bo'ldi. Mana shuni yo'lga qo'ying. Kech yotsangiz ham erta turing, ertasi kun to'g'ri uxlashni boshlaysiz. Shuna qilib odatga aylanadi. Sizni uyqu ritmingiz joyiga tushadi. 9:30, 10 da uyqungiz keladi, yotib uxlaysiz, 5 da budilniksiz uyg'onadigan bo'lasiz. Mana sizga oddiy tavsiya. Sinab ko'ring, 1 oyda o'zingizni uyqungizni joyiga keltirib olasiz. Shuningga o'xshagan turli xil ma'lumotlar, bundan ham zo'r ma'lumotlarni bizni uyqu sirlari dasturimizda olishingiz mumkin. Sog' bo'ling, kuningiz xayrli va barokatli bo'lsin. Atigi bir dona kurs orqali o'zingizning, farzandingizning hamda ota-onangizning uyqusini yaxshilashingiz mumkin. Kursni qanday sotib olish haqida batafsil video profilimizga joylangan. To'liq tanishib chiqib, keyin esa xarid qilishingiz mumkin.